Agarda bu videoni o'tkazib yuborsangiz, 100 ta kontent joylashtirsangiz ham natija ola olmaysiz. Men ko'p ekspertlarni bolalarga o'xshataman. Ular nima xohlashayotganini bilmaydi, lekin doim yig'lab turishadi. Natija yo'q deb yurishdan oldin siz o'zingiz uchun natija nimaligini aniqlab olishingiz kerak. Kim uchundir bu prosmotrlar, kim uchundir bu obunachilar, kim uchundir bu sotuvlar bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda, agar sizga prosmotrlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sizning nishangiz yo'nalishingiz to'g'ri bo'lsa ham siz prosmotr olishga harakat qiling. Chunki ko'proq million prosmotr olish uchun sizning nishangiz keng, odamlarga tushunarli bo'lishi kerak. Yokida siz storytelling formatidan foydalaning. Ya'ni sohangizda o'zingizning bemorlaringizni yoki o'zingizning mijozlaringizda qanaqadir voqea bo'lganini siz storytelling formatida gapirib bersangiz, yaxshiroq prosmotr oladi. Ikkinchisi, agarda siz obunachilaringizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, videoning oxirida call to action obuna bo'lishni o'zi hozir yetarli emas. Chunki aynan sizning sohangizda boshqa ekspertlar ham kontent bilishyapti va shu sababli siz ularga video darsliklar, gaydlarni bepul sovg'a qiling. Va uchinchisi, siz sotuvlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, odamlarga nima qilsa foyda bo'lishini, sizning mahsulotingizni sotib olsa ular qanaqa natija, qanaqa foydalar ko'rishini emas. Ya'ni odamlar sizning kontentingizni ko'rgandan keyin, menda ham xuddi shunaqa muammo bo'layotgan edi degan narsani bilsa, yoki shu yerda adashayotgan ekanman degan narsani miyasida o'zgartiradigan bo'lsangiz, odamlar sizdan sotib olishadi. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, ma'lumotlarni esdan chiqarib qo'ymaslik uchun videoni saqlab oling va bu Instagram serialimizning birinchi qismi edi. Qolgan qismlarni ko'rish uchun obuna bo'ling.